Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 7-dekabr, haftaning yakshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatamiz. Bozor manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kunlari bu bozor bo'ladi. Ertalab 5 ta boshlanadi bozor, kunduzi 10 gacha bozor bo'ladi. 11 da o'zi sotuvchilar yig'ishtirib ketadi. Shuning uchun vaqtliroq kelinglar. Shu 10-11 gacha bozor bo'ladi-da kunduzi. Endi bular narxi bilan tanishamiz. Nech pul deyapsiz aka bularni? Ularni pachka optimga 100 ming qilib beryapmiz. Pachkaga 100 ming so'm qilib berishyapti ekan. Donagachi? Dona 110 ming beryapmiz. Donaga 110 ming so'm ekan. Razmeri qanaqa bularisi? 48 elektrikacha razmerlar ekan. 48 dan 54 gacha razmeri ekan. Materiali nima buni? Velvet nachoslik ekan. Velvet nachoslik ekan. Ichini bitta ko'rsatingchi. Mana-chi. Qalin yaxshi narsa. Necha xil rangi bor buni? Hozircha 2 xil qoldi endi ekan. Yana Shu yashil bilan bu shikala svet, a? Hozircha 2 xil qoldi. Bularchi mana nimalar? Bambuk jazlaylar aka, xalatimiz 75 ming so'm. Bundan o'zi 2 dona qoldi, tugam qoladi aka. 75 ming bo'lyapti bular? 75 ming. Boricha ko'rsatib qo'yapmiz. Kimgadir balki shuni oqtarib yurgandir. Biz ham sotuvchilar ham ko'radi. Donaga necha pul bu? Dona 80, pachka 75. Donaga 80 ming so'm, pachkaga 75 ming so'm ekan. Razmerli 48 elektrgacha razmer. 48 dan 54 gacha razmer ekan. Razmerni mana bilmasalaring 48 razmer bo'ladi. 50 razmer bo'ladi, 52 razmer bo'ladi, 54 bo'ladi. Ikkitaga yuradi bitta razmer. Yo'q, hammasi alohida yuradi deyarli. Ya misol uchun hozir 48, 49 yo'qda, ya 50 bo'ladi, shunaqa. Orasi bittadan ochilib ketadi. Ha, orasi o'sha bittadan nima bo'ladi-da. Xo'p, bularchi bular? 110 ming beryapmiz aka. 110 ming so'm ekan. Norkalilar 4 xil rasvetkada bor ekan. Buni rasvetkasi 4 xil ekan. Donaga nech pul aka bularsiz? Dona ham bir xil beraveramiz aka. Donaga ham shu narx berishaverar ekan. Bak 2 xil nariga norkalimiz 120 ming original velvet aka. Tashi ham Original velvet ekan, ichi tashi bitta ekan mana. Donaga nech pul qo'yasiz buni? Dona 130. Buni donaga 130 ming qilib berishar ekan, pachkaga 120 ming so'm. Bularini dona pachka 120 ming so'm. Ha, 110 ming so'm. Yaxshi, telefon nomeringiz nechi? 88lik, Telefon nomerlari 88lik 582 582 0094. 0094 ga telefon qilaverasizlar. Shu akam xizmatda, xudo xolasa. Joylarini eslab qo'yinglar. O'sha paypoq sotadigan Dilnur tekstilni yonida turadi.